Bugun maslagiga 1 gram margarin, 1 gram sariyog'siz, qavat-qavat bo'lib chiqadigan mazali somsa retseptini o'rgataman. Ishimizga iludan issiqroq bo'lgan suv, tuz va o'simlik yog'i, bir dona tuxumni solib, tuzi eriguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan un solib, qattiqdan yumshoqroq bo'lgan xamir tayyorlab olamiz. Xuddi osh xamir bo'ladi. Xamirimizni yetiltirib, zuvalaliga bo'lib chiqamiz. Zuvalaliga bo'lingan xamirimizni 10 minut damini berib, chuqurroq idishimizga xuddi videoda ko'rsatilganidek old-orqasini yog'lab saqlab olamiz. Xamirimizni 1 soat damini berib, ichiga xohishga ko'ra nachinkamizni to'g'rab olamiz. Xohlasanglar go'shtli, xohlasanglar qovoqli, man kartoshkali nachinkasini mayda qilib to'g'rab olamiz. 4 kartoshka, 2 piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra ziravorlar aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Tinib yumshab chiqqan xamirimizni videoda ko'rsatilgandek yog'lab, xamirlardan stollar rangi ko'ringuncha ochib olamiz. Nachinkamizni olib, xamirni bir chetiga qo'yib, xuddi blinchik o'ragandek konvert shaklida ikkita chetini tashlaymiz. Tortib uzunchoq qilib olamiz. Xamirimiz yog'li bo'lgani hisobiga qavat-qavatligini yo'qotmaydi. Somsalarimizni listga bir tekis qilib taxlab, yuziga tuxum bilan kunjut sepib, tegi va usti qizarib chiqquncha duxovkaga yuboramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Somsalar o'xshab chiqmasa, bosgan like bilan olib tashlaysizlar.